Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar bilan bugun olmosh so'z turkumi haqida gaplashamiz va takrorlab ketamiz. Tayyor bo'lsalaring, biz darsni boshladik. Xo'p, bugungi darsimiz olmosh so'z turkumi hisoblanadi. Avval unga ta'rif berishdan boshlaymiz. Olmosh deb nimaga aytiladi? Olmosh deb so'z birikmasi gap o'rnida kelib, unga ishora qilib va so'rog'ini bildirgan so'zlarga olmosh deyiladi. Demak, so'z birikmasi gap o'rnida kelib, unga ishora qilib, so'rog'ini bildirgan so'z turkumiga yoki so'zlarga aytiladi. Olmoshning yana bir nomi bor, ichi bo'sh so'zlar deyiladi. Nimaga ichi bo'sh so'zlar deyiladi? Sababi atash ma'nosi yo'q. Mustaqil so'z turkumlaridan olmosh atash ma'nosi yo'q so'z turkumi hisoblanadi. Shuning uchun ba'zan uni ichi bo'sh so'zlar ham deyishadi. Hop. Endi olmoshni kuzatib ketamiz. Masalan, Karim darsga boryapti, u mavzularni yaxshi tushunyapti. Bunda so'z o'rnida kelgan. Mana Karim darsga boryapti deb turib, mana bu joyda uning o'rnida Karim kelishi kerak edi. U kelgan. Shuning uchun u olmosh va Karimning o'rnida kelyapti deb qarayapmiz. Tushunali? So'zning o'rnida. Qora giloslar pishdi. Aziza ularni do'ppisiga sola boshladi. Nimani? Qora giloslarni, ya'ni ularni so'zi qora giloslar so'z birikmasi o'rnida kelyapti ekan. Yaxshi. Maqsadim shuki, ota-onamni baxtiyor qilmoqchiman. Demak, shuki bu yerda olmosh ota-onamni baxtiyor qilmoqchiman gapini o'rnida kelyapti va shunga ishora qilyapti. Hop, olmoshlar barcha gap bo'lagi bo'la oladi. Ega, kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchi hol bo'la oladi. Masalan, ega kesim bo'lishiga siz o'shami deganimizda siz ega, o'shami kesim bo'lyapti. Tushunali? Ikkalasi ham olmosh. Hop, to'ldiruvchi bo'lishiga misol hammani chaqirdi deganimizda hammani so'zi vositasi to'ldiruvchi bo'lib kelyapti. Yaxshi, shu olmani ekkanmiz so'zida qaysi olma bo'lib, shu olma aniqlovchi bo'lib kelyapti. Shu bu yerda olmosh. Keyingisi, Sobir shunday gapirdi deganimizda qanday gapirdi bo'lib, ya'ni fe'ldan oldin kelayotgan so'z olmosh hisoblanadi va hol vazifasida kelyapti. Hop, olmoshlarning ma'noviy turlariga o'tamiz. Olmoshlarning 7 ta ma'noviy turi bor. Ular qaysilar? Ular kishilik, ko'rsatish, o'zlik, so'roq, belgilash, bo'lishsizlik va gumon olmoshlari hisoblanadi. Dastlabkisi kishilik olmoshlari. Kishilik olmoshlari deb 3 shaxsdan biriga ishora qilgan olmoshlarga aytiladi. Ular qaysilar? Ular quyidagilar: men, sen, u, biz, siz, ular. Demak, mana shu 6 ta so'z kishilik olmoshlari hisoblanadi va ular birlikda va ko'plikda bo'ladi. Tushunali? Hop, endi ba'zan men deyishimiz kerak, lekin biz deymiz. Agar men o'rnida biz keladigan bo'lsa, kamtarlik yoki o'zini ta'kidlamaslik ma'nolarini beradi. Sen deyishimiz kerak yoki u deyishimiz kerak. Lekin biz siz yoki ular desak, o'sha sen va uni o'rnida qo'llasak, shu so'zlarni hurmat ma'nosini yuklar ekan. Tushunali? Hop, kishilik olmoshlari kim so'roqqa javob bo'ladi? Shu qoidadan kishilik olmoshlarni ajratib olsak bo'ladi. Hop, men yoki sen olmoshlariga, ya'ni kishilik olmoshlariga ni, ning, niki qo'shimchalarini qo'shsak, bitta n tushib qolishi, ya'ni tovush tushish hodisasi yuz beradi. Masalan, meni, seniki, mening so'zlarda tovush tushgan. Hop, ikkinchisi ko'rsatish olmoshlari. Ko'rsatish olmoshlari deb nimaga aytiladi? Ko'rsatish olmoshlari deb oldingi gapdagi biror bir so'zga ishora qilib ko'rsatib kelgan olmoshlar ko'rsatish olmoshlari deyiladi. Ular qaysilar desa, ular u, bu, shu, o'sha, ana, mana yoki mana bu, ana bu so'zlari ko'rsatish olmoshlari hisoblanadi. Masalan, shu odam desam,
demak shu so'zni bu yerda ko'rsatish olmoshi. U kishi desam, demak u bu yerda ko'rsatish olmoshi. Ko'pincha qaysi so'rovga javob bo'ladi? Olmoshlar, shu ko'rsatish olmoshlari shu jihatdan topib olsangiz bo'ladi. Mana shu, mana bu, ana shu, ana bu shaklda qo'shma olmoshni ham hosil qilib oladi o'zi. O'sha ko'rsatish olmoshi o'zining ichida shunaqa qo'shma olmoshni ham hosil qilib olishi mumkin. Mana bu so'zi ba'zan mana bu shaklda keladi. Bu shakldagi so'z ham to'g'ri hisoblanadi. Fonetik xossaga uchrash bor shu yerda b va ga uchrashi. Ana bu, ana va deganimizda ham xuddi shunaqa holat bor. Endi qarang. Bu shu o'sha ko'rsatish olmoshlariga dagadan, daydek, dagi, aqacha, gacha, im, ing, imiz, ingiz qo'shimchalari qo'shiladigan bo'lsa, n ortadi va shunday yoziladi. Ya'ni tovush ortish hodisasi ham yuz berar ekan. Yaxshi. Endi bizda ko'rsatish olmoshidagi u bilan kishilik olmoshidagi uni farqlash muammosi qolyapti. Qayerdan olamiz yo bir xilmi ikkalasi? Farqi bormi deyishingiz mumkin. Farqi bor. Farqi so'rog'ida. So'rog'idan topsangiz bo'ladi. Masalan, u keldi desak kishilik olmoshi. Sababi kim so'rog'ini bera olamiz unga, ya'ni u so'ziga. Endi u kishi keldi desangiz, mana bu ikkinchi gapdagi uga qaysi kishi deymiz. Ya'ni pastdagi qaysi so'rog'ini oladi, tepadagi kim so'rog'ini oladi. Shuning uchun birinchi gapimizdagi kishilik olmoshi hisoblanadi, ikkinchi gapimizdagi qaysi so'rog'ini olganligi uchun ko'rsatish olmoshiga olinadi. O'zlik olmoshi deb nimaga aytiladi? O'zlik olmoshi deb kishilik olmoshlari o'rnida kelib, shaxsni, ba'zan narsani bildirib kelgan olmoshlarga o'zlik olmoshlari deyiladi va o'zlik olmoshlari bitta o'z so'zi bilan ifodalanadi, xolos. Mana o'z so'zi. Kishilik olmoshlari o'rnida kelishi uchun unga egalik qo'shimchasi kerak bo'ladi. Shuning uchun men deyishni o'rniga nima deymiz? Egalikni olgan holatda qo'yib ketamiz. O'zim, o'zing, o'zi, o'zimiz, o'zingiz, o'zlari. Ya'ni bu yerda aslida men, sen, u, biz, siz, ular bo'lish kerak edi. O'sha kishilik olmoshlarning o'rnida kelishi uchun egalikni oldi. Ya'ni men deyishni o'rniga nima dedik? O'zim dedik. O'zing, o'zi, o'zimiz, o'zingiz, o'zlari dedik. Tushunali? Xo'p, endi misol keltiryapmiz. O'zim Toshkentga bordim. Shaxsni bildiryapti. Ya'ni kim? So'rovga javob bo'ladi bu yerda o'zim so'zi. O'zi bitta, ko'zi mingta desak, kim demaymiz-da, nima deymiz. Shuning uchun o'zi so'zi o'zlik olmoshi va narsani bildirib kelyapti. O'zlik olmoshi demak shaxsni, narsani bildirib kelishi mumkin ekan. So'roq olmoshlari keyingisi. So'roq olmoshlari deb nimaga aytiladi? Narsa, shaxs, yoki belgi, payt yoki shunga o'xshash narsalarni so'rog'ini bildirib kelgan so'zlar so'roq olmoshlari hisoblanadi. Ya'ni tilimizdagi bor beriladigan so'roq so'zlar so'roq olmoshlari hisoblanadi. Masalan, kim, qanaqa, nechta, qanday, nima qilmoq, ne, qay so'zlari so'roq olmoshlari hisoblanadi. Ko'pincha ular so'roq gapni hosil qiladi. Esimizdan chiqmasin. Hop, belgilash olmoshi navbatdagisi. Belgilash olmoshi deb nimaga aytiladi? Belgilash olmoshi deb jamlikni yoki to'pdan ajratilganlikni bildirgan olmoshlarga belgilash olmoshi deyiladi. Ular bo'linmaydi-yu, lekin biz bo'lib ketamiz. Birinchisi, jamlikni bildirgan olmoshlar qaysilar? Hop, ular quyidagilar: hamma, barcha, bari, jami, jamiki, butun, yalpi so'zlari bular jamlikni bildiradi, ya'ni yig'ib ifodalaydi. Masalan, hamma keldi, jami keldi, yoki bo'lmasam barcha keldi deyishimiz mumkin. Butun so'zi-chi? Butun so'zi qayerdan bilinadi? Butun so'zini hamma bilan almashtira olsak, u olmosh bo'ladi. Agar butun so'zini hamma bilan almashtira olmasak, u sifatga olinadi. Esingizdan chiqmasin. Masalan, tishlarim butun desam, bunda sifat bo'ladi. Butun mahalla keldi desam, bunda olmosh bo'ladi. Yaxshi. Ikkinchisi, to'pdan ajratilganlikni bildirgan olmoshlar. Ular qanday hosil qilinadi? Ular har so'ziga, esingizdan chiqmasin, so'roq olmoshlarini qo'shish orqali yoki ya'ni nima, qanday, qaysi, qanaqa so'zlarni qo'shib ketaverasiz. So'roq olmoshlarini yuqorida aytib o'tdik.
Bu birinchi usuli. Ikkinchi usuli har so'ziga bir narsa nima so'zlarni qo'shish orqali hosil qilinadi. Masalan, har narsa desak, to'pdan ajratilganlikni bildirgan belgilash olmosh hisoblanadi. Har qanaqa yoki har bir yoki har qancha deganimizda to'pdan ajratilganlikni bildiradi. Endi savol tug'iladi. Xo'p, har so'zidan keyin so'roq olmosh kelmasa nima bo'ladi deydigan bo'lsa, bunda ikkita narsa bo'lishi mumkin. E'tibor berib ketasiz. Xo'p, har so'zidan keyin mahal, har mahal yoki har vaqt shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, esingizdan chiqmasin. Bunda ravish sifatida olinadi. Yoki har yer deganimizda, to'g'rimi? Ravish sifatida olamiz. Endi har so'zidan keyin bunaqa so'zlar kelmasa, ya'ni vaqtni, paytni, joyni bildirgan so'zlar kelmasa nima bo'ladi? Masalan, har kishi bo'ladigan bo'lsa-chi? Har yurt, har kishi, bunday vaziyatda ham belgilash olmoshiga olaveramiz. Demak, olmosh. Sababi mana bu yerda har bir kishi yoki har bir yurt bo'ladi-da, bir so'zi tushib qolgan deb qaraymiz. Tushunali? Demak, agar har so'zdan keyin vaqtni, joyni bildiruvchi so'zlar keladigan bo'lsa, u ravish olinadi. Lekin har so'zdan keyin yurt, kishi, shunga o'xshash so'zlar keladigan bo'lsa, bir so'zi tushib qolgan deb qaraymiz-da, olmosh olaveramiz. Belgilash olmoshi. Tushunali? Xo'p, belgilash olmoshi bo'ldi. Keyingisi bo'lishsizlik olmoshi deb nimaga aytiladi? Bo'lishsizlik olmoshi deb inkor munosabatni bildirgan olmoshga aytiladi. U qanday hosil qilinadi desa, u xuddi belgilash olmoshidagi har so'zi bor edi-ku, xuddi shunga o'xshab hosil qilinadi. Ya'ni bunda har bo'lmaydi. Hech so'zidan keyin so'roq olmoshlarini keltirish yoki bir narsa nima so'zlarini keltirish orqali bo'lishsizlik olmoshi hosil qilinadi. Masalan, hech qanday to'siqqa yengilmadi desak, bu yerda hech qanday so'zi bo'lishsizlik olmoshi. Yoki bo'lmasam hech kim ota-onasiga yomonlik istamaydi deganimizda, hech so'zdan keyin nima kelgan? So'roq olmoshi kelgan, ya'ni hech kim. Hech qanday mo'jiza yuz bermaydi deganimizda, hech qandayda qanday so'zi ham so'roq olmoshi va bo'lishsizlik olmoshi sifatida olyapmiz. Hech qaysi sohaga osonlik bilan erishilmaydi deganimizda ham hech qaysi bo'lishsizlik olmoshi. Xo'p, 6-chisi bo'ldi. 7-chi olmoshga keldik. Gumon olmoshlari deb nimaga aytiladi? Noaniqlikni bildirgan olmoshlarga gumon olmoshlari deyiladi. Ular ikki xil usulda hosil qilinadi. Birinchi usuli qaysi? Birinchi usuli so'roq olmoshlariga, ya'ni so'roq olmoshlaridan oldin alla qo'shimchasini qo'shish yoki bo'lmasam so'roq olmoshlaridan keyin dir qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilinadi. Masalan, alla kim, kimdir, alla qancha, alla qanday, qaysidir, shunday hosil qilinadi. Bu birinchi usul hisoblanadi. Narsa so'zi faqat alla yordamida gumon olmoshini hosil qiladi. Ya'ni narsa so'ziga faqat alla yordamida biz gumon olmoshini hosil qilishimiz mumkin. Dirda qo'shib emas. Masalan, alla narsa deganimizda. Keyingi usuli. Keyingi usuldan oldin yana bitta narsani aytib qo'yay. Allaqachon so'zida qachon so'roq olmoshi, alla so'zi, alla qo'shimcha-ku deyishingiz mumkin. Faqat mana shu so'zni ravish olamiz, sababi unda gumon ma'nosi yo'qolib qolgan bo'ladi. Allaqachon men o'qishga kirganman da gumon ma'nosi yo'q. Payt ma'nosi ustunroq. Shuning uchun u ravish. Ikkinchi usul qanday bo'ladi? Ikkinchi usul pastdagi ko'rsatilgan, ya'ni bir so'ziga kishi, narsa, nima so'zlarni qo'shish orqali hosil qilinadi. Masalan, bir kishi, bir narsa, bir nima deganimizda gumon olmoshini hosil qiladi. Bu ikkinchi usul hisoblanadi. Hop, olmoshlar yasalmaydi. Mustaqil so'z turkumlaridan ikkita so'z turkumi yasalmaydi, esingizda qolsin.
Bu son birinchisi, ikkinchisi olmosh hisoblanadi. Olmoshlar yasalmaydi, yasalishga asos bo'lishi mumkin. Masalan, o'zlik deganimizda olmoshdan ot yasalgan. O'zbilarmon, o'zboshimcha, man o'zgacha yoki bo'lmasam sensiz har qachongi so'zlarda olmoshdan sifat yasalgan. Hop, o'zicha, o'z-o'zidan so'zlarida ravish yasalgan. Sensira, sizlar so'zlarida nima bo'lgan? Fe'l yasalgan olmoshdan. O'zdan ketmoq, o'ziga kelmoq so'zlarda ham olmosh yo'q. U ibora deb olasiz, ya'ni ibora hosil bo'lgan. Keyingisi, olmoshlar tuzilishiga ko'ra to'rga bo'linadi. Barcha mustaqil so'z turkumlari o'zi tuzilishiga ko'ra to'rga bo'linadi, to'g'rimi? Sodda, qo'shma, juft, takror. Hop, sodda olmoshlar deb, demak, bir asosdan iborat bo'lgan olmoshlarga aytiladi. Ularga quyidagilar kiradi: men, hamma, birov, shu, allaqanday, nimadir. Hop, ana endi ularni ham sodda yasama, sodda tubga bo'lardik. Sodda yasamasi qaysi desa, tarkibida alla yoki dir bo'lgani sodda yasama olmoshga olinaveradi. Qo'shma olmosh deb nimaga aytiladi? Qo'shma olmosh deb ikki yoki undan ortiq asosdan tashkil topgan olmoshlarga qo'shma olmosh deyiladi. Masalan, mana shu, nima bo'lmoq, har qaysi, hech kim, bir nima so'zlari qo'shma olmoshga kiradi. Juft olmosh deb nimaga aytiladi? Juft olmosh deb ikkita olmoshning juftlashuvidan hosil bo'lgan olmoshlarga juft olmosh deyiladi. Men, sen, u, bu, uncha muncha, ana mana, siz, biz so'zlari juft olmoshga kiradi. Keyingisi takror olmosh. Takror olmosh deb olmoshning aynan takrorlanishidan hosil bo'lgan olmoshlarga takror olmosh deyiladi. Shu, nima, barcha, uncha muncha, o'z-o'zidan so'zlari takror olmoshga kiradi. Ana endi o'z-o'zidan so'zini yuqorida ravish dedik. Qanday qilib uni olmoshga olamiz u qaysi payt ravish bo'ladi? Shuni farqlashda aytaman. Qarang. O'z-o'zidan so'zi kim so'roqqa javob bo'lsa olmosh bo'ladi. O'z-o'zidan so'zi qanday so'roqqa javob bo'lsa ravish bo'ladi. Gapida kelyapti, Salim o'z-o'zidan men sertifikat olamanmi dedi. Ya'ni o'z-o'zidan so'rayapti ekan. Salim men sertifikat olamanmi deb so'rabdi. Demak, kimdan so'roqqa javob bo'ladi mana bu yerda o'z-o'zidan so'zi. Endi Salim darsda o'z-o'zidan kulib yubordi desam, kimdan kulib yubordi demayman-ku, to'g'rimi? Qanday kulib yubordi deyman. Ya'ni bu yerda olmosh bo'lmaydi, ravish bo'lib kelayotgan bo'ladi. So'roq ham o'zgaradi, qanday so'rog'ini oladi. Keyingi ma'lumotimiz, demak, ismlarni keyingi darsga o'tamiz. Mana shu yerda olmosh mavzuyimiz yakunlanibdi. Mana shu yerda sizlar bilan olmosh mavzusini yakunlaymiz. Agar kamchiliklar bo'lsa, albatta to'g'ri tushunasizlar. Fikr va mulohazalarni kommentariyada kutib qolamiz. Rahmat, salomat bo'linglar.